Birinchi qon guruhini qonini hamma qon guruhlariga qo'yish mumkin. Ya'ni birinchi, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi. O'zi esa faqatgina birinchi qon guruhidangina qon ola oladi. Ikkinchi qon guruhi ikkinchi va to'rtinchi qon guruhiga qon bera oladi, o'zi birinchi va ikkinchi qon guruhidan qon ola oladi. Uchinchi guruh vakillari uchinchi va to'rtinchi qon guruhlariga qon bera oladi, o'zlari esa birinchi va uchinchi qon guruhidan qon ola oladilar. To'rtinchi guruh eng mazasi. Faqatgina to'rtinchi guruhgagina qon bera oladi, o'zi esa har bir birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qon guruhlaridan qon olishlari mumkin. Shuning uchun ham birinchi qon guruhi universal donor, to'rtinchi qon guruhi universal resipient deb nomlanadi. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan, uydagilar tinchmi? Ancha bo'ldi kelib ketganingizga. Ancha bo'ldi. Yaxshi ketsangiz, shifo toping. Kasal bo'lmangda, Alloh. Yutolmaysizmi? Hozir. Sal dam bo'lyapsizmi? Ozgina. O't qopingiz sal dimlanibdi-da, o'tingiz. Xo'p, oyoqlarda og'riq, sovqotgan yo'qmi? Ya oyoqlarda og'riq yo'q-ku, boshim og'rib, buyragim sal og'rigan dedi. Qon bosimi oshmadimi uyda? Kecha picha osib, bugun hozir beribdi, 160 yursam, ana dori ichmadim. Qoningiz quyuqlashibdi ancha. Ham zopam salgina o'zgaribdi. Belingiz ham og'riq berdimi? Buyrak sohasi ham og'riqmi? Buyrakdan og'riq bor. Zopam bormi? Mana ozgina o'zgaribdi sal. Nimalar qildingiz o'zi? Davolandingizmi? Ha, bu yerda davolandim, keyin doktorga ham davolandim. Keyin shu nima qilib kasallik ko'p ekan deydilar, tomirlardan deydilar, mansaj ko'raqan ashiribda davolanamda, siz bilan faqat shug'ullanadi. Har zamonda 10 kishiga boraman. Ya, mayli, qayda bo'lsa ham sog' bo'ling. Sog'lig'ingizga qaraganingda. Bir oy bo'ldi davolandim. Endi baribir bezovta qildim. Men bezovta. Tomirlardan siz yerakdan deydish yerakda. Zo'rib besakada shamolishlari. Ta'siri bor baribir. Assalomu alaykum aziz obunachilar, bormisiz, omonmisiz? Sizlar bilan yana diydor ko'rishganimdan xursandman. Men Narpay tabobat davolash bo'limi boshlig'i Alisher Abdullayev. Sizga bugungi ajoyib o'simlik mevasi haqida suhbat qilamiz. Inshaalloh sizga manzur bo'ladigan umiddaman. Xudo xolasa bundan yaxshi ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman. Endi bir narsani oldindan aytib qo'yay. Har bir ishni ishini ustasi qilish kerak. Siz uchun ma'lumot beramiz. Xudo xolasa foydali bo'ladi inshaalloh. Ammo uyda qo'llashda bundan biroz ehtiyot bo'lasiz. Bizning videolarimiz faqat ma'lumot uchun. Siz o'zingiz uchun qo'llamoqchi bo'lsangiz, bizning Narpay tabobat bo'limimizga murojaat qiling yoki shuni tushunadigan yaxshi oliy ma'lumotni tabibga va tushunadigan vrachga murojaat qilishingizga to'g'ri keladi agar tushunsa. Shuning uchun oldindan ogohlantiramanki, bu mahsulotlarni ishlatishda albatta haqiqiy mutaxassisga uchrash kerak va undan ma'lumot olish kerak. Demak, u bilmadimi, ishlatishda uyda ehtiyot bo'ling. Bugungi mavzuyimiz kimdir eshitadi, kimdir eshitgan, kimdir eshitmagan xanzal, ya'ni achchiq tarvuz haqida bo'ladi. Bu haqida eshitganlar bor, eshitmaganlar bor. Achchiq tarvuz uning mijozi issiq hisoblanadi. 3-darajada issiq hisoblanadi, undan ham ortiqroq. Qaysi kasalliklarga ta'sir etadi? Xanzal, ya'ni achchiq tarvuz, buning suvi jigar sirroziga, kolitda, ya'ni ichki a'zo ichaklarida qotishida, irqinnaso, niqris kabi bo'g'im kasalliklarida, zamonaviy terminda aytganda poliartrit, artrit kasalliklarida buning suvi tib qonunlarida buni yuqorida aytib o'tgan kasalliklarga ta'sir etiladi. Endi qanday kasalliklar ichish mumkin emas? Hattoki ko'p holatlarda 12 barmoq ichak yarasi va oshqozon ichak yaralari bor insonlarga buni ichish ta'sir etilmaydi. Chunki bu ichki a'zodan qon ketkizib va yarani ochib yuborish holati paydo bo'ladi. Yo'q, menda bu narsa yo'q. Men eshitdim shu ma'lumotni, paloncha videoda eshitdim deb ichib, hattoki insonlar bilmaydiki, yoshirincha kechadigan yaralar ham bo'ladi oshqozon ichaklarida. U holatda o'sha yarani yoshirincha holatida bo'lgan holatda buni ichganda yarasi bilinmagan insonlarda ham qon ketish holatlari bo'ladi.
Shuning uchun yuqorida aytib o'tgan fikr, nimadan foydalanishdan avval mutaxassis bilan bog'laning. Agar o'sha inson bilan kelib iloji boricha qabuliga uchrashib, keyin foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sotuvchilar ham ko'p. Bu sizga gohida tushunmaydi nimani sotadiganini va sizga faqatgina savdo qilish yo'lini xohlaydi xolos. Ya'ni sizdan pulni olish va sizga buni salbiy holatlarini bilmaydi va aytmaydi ham. Avvalo bilmaydi. Bilsa ham qisqa muddatda pul masalasi sotgandan so'ng yog'i sizda keyin sizda noto'g'ri xalq tabiati haqida, tabiiy davolash haqida noto'g'ri fikrlar paydo bo'ladi. Bu tarvuz shunday holatki, agar buni yog'i, buni po'stini yog'i olib quloqqa tomizlasa, quloq g'uvlashini yaxshi foyda qiladi va eshitishga ham foydasi bor. Quloq sovuqliklariga. Agar buni yog'ini bug'umga surtilsa, bug'umdagi niqris, poliartrit, bug'um kasalliklariga ham yaxshi natija beradi. Sovqatmaydi, bug'umlarga surtilsa, bug'umlar sovqatmaydi, ularning mizojini isitadi. Ya'ni bug'umlardagi balg'amni tomirlarga quvib haydashga yordam beradi. Buning yog'i. Buni palagida bitta tarvuz bo'lgani insonni o'ldiradi. Gapim shunday. Demak, siz qaydandir oladigan, siz uchun terib olib kelib sotadigan inson buni palagida bitta borligini bilmaydi. U nima uchun sotadi? Pul uchun sotadi. Shuning uchun har bir inson qaydandir nimadir tabiiy narsa sotib olishdan avval bozordan sotib oladimi? Ko'chada yurib sotib oladi, sotadigan insonlardan oladimi? Har bir mahsulotni o'ylab ko'rish kerak. Bizga juda ko'p murojaatlar qiladi. Falon joydan oldim, bu yerdan oldim, bu yerdan oldim deganda. Endi buning suvi yana bir kasallikka foydali tarafi, agar buning suvi ichilsa, miyadagi xom balg'amdan bo'lgan shilliqni ichaklar orqali suradi. Shunday xususiyat. Buni tengi yo'q. Faqat yuqorida aytilgan oshqozon 12 barmoq ichak yaralariga mumkin emas bor insonlarga. Shuning uchun qayerdandir sotib olib, o'shani suvidan iching desa, birozgina ehtiyot bo'ling. Buni suvini olish davomida po'stlog'i qo'shilgan suvdan ichsangiz, bu tangadek bo'ladimi yoki undan ham no'xat donasidek bo'ladimi, po'stlog'i kirib qolsa suvga, o'shani siz iste'mol qilsangiz, ichakni teshib qo'yish holati ham kelib chiqadi. Foydali tarafi tengi yo'q, chunki jigar sirrozlariga ham beriladi. Buni 1000 yil oldin Ibn Sino bobomiz Tib qonunlarining 2-kitobida bu haqida ma'lumot to'liq berib o'tib ketgan va buni bezovta qiladigan belgilari ham o'ziga yarasha bor. Bugungi videomiz hanzal, ya'ni achchiq tarvuz haqida bo'ldi. Videolarimizga like bosing va kerakli insonlarga bu videolarni jo'nating. Keyingi foydali videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.